Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Demak, bugun siz bilan the types of charts and graphs in IELTS Writing Task 1 haqida gaplashamiz. Boshqacha qilib aytganda, IELTS Writing Task 1 da duch keladigan turli xil chartlar, graflar va umumiy qilib aytadigan bo'lsam, barcha infografika turlarini siz bilan hozir ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda 7 ta asosiy infografika turi mavjud. Birinchisi line graph, bar chart, pie chart, table, mixed type, ya'ni combination, bir qancha infografikalarning jamlanmasi, keyin process va map. Demak, bitta-bitta har biriga alohida to'xtalib o'taman. Demak, birinchisi line graph. Line graph, line degani bu o'zbek tiliga chiziq deb tarjima qilinadi va mana shunaqa chiziqlardan iborat bo'lgan yillar kesimidagi o'zgarishlarni ifodalashda ishlatiladigan mana shunaqa chiziqqa aytamiz. Demak, bu line graph odatda trend savollarni ifodalash uchun, ulardagi savollarni grafikda ko'rsatish uchun qo'llanadi. Demak, line graph ikki xil berilishi mumkin, rangli yoki rangsiz. Siz ko'rib turgan hozir buningiz rangsiz, shuning uchun har bir chiziq alohida belgilar bilan ifodalangan. Bittasi uzluksiz to'g'ri chiziq, bittasi uzilgan chiziq, bittasi nuqtalardan iborat bo'lgan chiziq. Agar ular rangli qilib beriladigan bo'lsa, mana bunaqa berilishi mumkin. Masalan, mana shunday. Ko'k, qizil, yashil, sariq har xil ranglarda. Demak, infografikada har doim bir narsa bo'ladi, bilib qo'ying. Pastdagi bitta chiziqda turli xil yillar beriladi. Mana bu yillar kesimi, bu esa foizlar yoki raqamlar ko'rsatkichi. Tushunarlimi? Demak, har bir yilda qanchalik o'zgarish bo'lgan masalan, mana. Demak, shularni ifodalash uchun biz line graphdan foydalanar ekanmiz. Line graphni ifodalash uchun bizga ko'tarildi, tushdi, pasaydi, bir xilda qoldi kabi lug'atlar yordam beradi. Bizda keyingi tur bu bar chart. Bar degani o'zbek tilidagi to'liq tarjimasini bilmayman, lekin aniq biladigan narsam uzun to'rtburchak shaklidagi biror bir shaklga bar deyiladi. Xuddi biz o'zbek tilida ham plitka shokoladni ingliz tilida ular a bar of chocolate deydi. Ya'ni shunda bilishimiz mumkinki, bir tarafi uzun bo'lgan to'rtburchakka bar deyilar ekan. Demak, bar chart mana bunaqa bo'ladi. Odatda comparisonda qo'llanadi, ba'zida endi trend savollarda ham qo'llanishi mumkin. Mana ko'ryapsiz, ulardagi nimalarni, masalan, birlarda past, birlarda yuqori, mana shunaqa ko'rsatkichlarni ifodalash uchun ishlatiladi bu bar chart. Demak, bar chart nimasi bilan qulay? Bu solishtirishda juda ham qulay. Bittasi pastroq, bittasi yuqoriroq bo'ladi va ulardagi oradagi farqni sezish, barobar farqini sezish juda ham qulay. Shuning uchun bar chart ham juda mashhur tur hisoblanadi. Bu demak comparisonda qo'llanadi. Bu turdagi kerak bo'ladigan lug'atlar bittasi ko'proq, kamroq yoki nechadir baravar kam yoki eng kam, eng ko'p, eng yuqori, eng past degan so'zlar bizga juda ham katta yordam beradi. Mana hayot bizda pie chart, pie degani bu o'zbek tiliga pirog deb tarjima qilinadi. Va ko'rib turibsiz, mana o'zi pirog shaklida bular foizlar bilan beriladi. Ya'ni 100% ni mana shunaqa qilib ifodalaydi, bo'laklarga ajratadi. Bunda raqamlar emas, mana bu barchatda ko'rishingiz mumkin. Bunda ham odatda sonlar berilgan, millionda, mingda, milliardda berilishi mumkin va bu yerda keyin turlar berilgan. Line graphda yana qaytamiz. Demak, bu yerda yillar va sonlar berilgan, lekin pie chart bu nimaga qulay? Bu foizlarga qulay. Demak, boshqa turlarda unchalik foizni ifodalash oson emas, lekin pie chart bu foizlar uchun. Bunda endi 15% ga ko'tarildi, 15% yoki ko'proq yoki kamroq tarzida. Bu ham ko'p holatlarda comparisonga foydali, lekin bu yerda ko'rishingiz mumkin, bu yerda bu trend, ya'ni 3 xil turfa xil yer berilgan. Endi bunda ko'tarilgan, tushgan, pasaygan, masalan, the figure increased by 15% bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'rsatkich 15% ga ko'tariladi. Yoki the rate just reduced 15% bo'lishi ham mumkin. Xo'p, demak,
keyingi turimiz bizdagi bu table. Demak, table bu o'zbek tiliga jadval deb tarjima qilinadi. Va ko'rishingiz mumkin, bitta tomonida qanaqadir turlar beriladi. Endi bu yerda 5-8 yoshli, 9-12 yoshli, 13-17 yoshlilar bor va pastda endi buni pastki qismi bor. Mana bunaqasiga va mana bunaqasiga ketadi. Endi o'rtadagi sonlar ham bunga tegishli, ham bunga tegishli bo'ladi. Siz shu orqali bir-biridan ularni farqlab olib aytishingiz mumkin. Bu ham trendda va albatta comparisonda ham foydalanish mumkin. Bu yerda hozir comparison berilgan, chunki trend emasligining isboti. Bu yerda turfa xil yerlar berilmagan. Turfa xil demak guruhlar berilgan. 5, 8, 9, 12, 13, 17 yoshli o'smirlar yoki bolalar deb. Bularni ifodalashda ham biz agarda comparison bo'ladigan bo'lsa, ko'proq, ozroq yoki eng ko'p, eng kam, yuqoriroq, balandroq, pastroq, mana shunaqa lug'atlardan foydalansak foydali bo'ladi. Keyingi turi mixed type. Bu ko'pchilik juda ham qiyin deb o'ylaydi, lekin hozir bitta key nuqtani aytaman, juda ham sodda o'zi aslida. Combination deb ham nomlashingiz mumkin, ya'ni odatda ikki xil turdagi infografika bu yerda ifodalanadi. Demak, birinchisi bu line graph ifodalangan bu yerda. Mana ko'rishingiz mumkin. Line graph, mana yillar kesimi berilgan, mana bu yerda esa dollarda pul berilgan. Pul ko'rsatkichlari. Mana bu yerda bo'lsa bar chart berilgan. Bar chartda mana bu raqamlar mana bundayga berilgan. Mana bar chart mana bundayga bar chart, yuqoriga emas, yonboshga ketgan bar chart. Bu turida guruhlar berilgan. Endi qarang. Bu ikkinchisi bo'lsa, mana bar chart deb yozib qo'yay. Bar chart. Mana bu comparison, ya'ni savol turi shunaqa, buni aniq. Bu esa trend, ya'ni o'zgarishlar, yillar kesimidagi o'zgarishlar. Endi qarang, buni qanaqa qilib yozasiz? Birinchi paragrafda demak line graphni ifodalaysiz va savolga javob berishda trend savoli bor. Ana shu savolga javob berasiz. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsam, siz ko'tarildi, tushdi, pasaydi yoki o'zgarishsiz qoldi kabi lug'atlardan foydalanasiz. O'ng tarafdagi bar chartni ifodalashda bo'lsa, boshqa bir paragraf olasiz, ya'ni bularni adashtirmaysiz, chunki bular boshqa ma'lumotlar va boshqa grammatik vositalar. Demak, bu yerda eng ko'p, eng kam, eng pasti, yuqoriroq, pastroq, kamroq, ko'proq tarzidagi grammatik vositalardan foydalanishingiz mumkin. Bizda keyingi tur bu process. Process o'zbek tiliga jarayon deb tarjima qilinadi. Boshqacha qilib aytsak, sodda qilib xalq tilida aytadigan bo'lsak, bu nimanidir ishlab chiqarilish jarayonini ifodalovchi infografika. Infografika degani o'zi grafika yozuv emas, lekin bir shakl degani. Info degani ma'lumot, ya'ni ma'lumot beruvchi shakllar. Demak, bu odatda suratlar bilan ifodalanadi va ketma-ketlikda keladi. Mana o'zi ketma-ketlikni ifodalovchi nimalar bor, mana chiziqlar bor, mana liniyalar ifodalangan. Demak, nimanidir ishlab chiqarilish jarayoni ketma-ket ko'rsatadi. Bu eng soddasi. Ishoning, bu juda ham bu infografikani so'zga tarjima qilish, ya'ni so'zga aylantirish eng soddasi. Chunki har bir harakat juda ham yaqqol qilib ifodalangan, bunda qiynalmaysiz. Bunda odatda ishlatiladigan grammatik struktura bu passive voice, ya'ni ishlab chiqariladi, yasaladi, quyiladi, olib boriladi, to'kiladi, qirqiladi va hokazo, teriladi, yopishtiriladi degan, ishlab chiqariladi yoki olib boriladi kabi grammatik strukturalar va lug'atlar sizga juda ham foyda beradi. Bu jarayonni, ya'ni process turidagi taskni ifodalashda. Bizda keyingi task turi bu map. Mapda odatda ikkita surat beriladi. Bu nima, qaysidir joyning avvalgi ko'rinishi va hozirgi ko'rinishi. Endi bu ikkalasi ham avvalgi ko'rinish ekan, lekin o'rtadagi yil 50 yillik farq. Demak, 50 yil oldin mana bu demak George Street qanaqa bo'lgan va 50 yildan keyin mana Trentville Town ekan. Trentville Town Center 50 yil avval qanaqa bo'lgan va hozir qanaqa. Demak, bu yerda bizga kerak bo'ladigan lug'atlar nimadir ko'chdi, nimadir olib tashlandi, nimadir o'zgartirildi. Bu yerda ham passive voice juda ham ajoyib grammatik struktura va mana demolish it, reduce it, transform it, mana shunaqangi
lug'atlar sizga juda ham foydali bo'ladi bu yerda. Va yana bitta turi bor, albatta bunda faqat bitta surat ifodalanadi. U qayerda joylashganligini ifodalab berasiz unda bo'lgani. Ya'ni bitta surat beriladi, qaysi masalan obyekt xaritaning qayerda joylashganini ifodalaysiz. Xo'p, endi agar bunaqangi videolar sizga yoqadigan bo'lsa, ma'qul ko'rsangiz albatta like bosing, obuna bo'ling va hammasi hali oldinda. Demak, 50 kunlik challengeimiz hali davom etadi. Bu hali 2-kuni. Demak, Instagramdagi sahifaga ham obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. U yerda videomizni qisqacha xulosasi beriladi va albatta Telegram ijtimoiy tarmog'ida ham, Messengerda ham bizni kuzatib boring. U yerda demak, mavzuga doir topshiriqlar, qo'shimcha misollar va juda ham batafsil shakli Telegramda bo'ladi. Ya'ni eng qisqacha shakli Instagramda, demak uni sal kengaygan, uzaygan versiyasi YouTube'da, mavzuga doir boshqa barcha narsalar, testlar bo'ladimi, topshiriqlar bo'ladimi yoki misollar yoki bir yozib berish turlari yoki umuman mavzuga doir bo'lmagan bo'lsa ham boshqa qiziqarli, foydali ma'lumotlar Telegram messenjerida bor. Demak, albatta barcha ijtimoiy tarmoqlarda meni kuzatib borsangiz, men bilan birga o'sasiz va mana shu tarmoqdan o'zingizga foyda olishingiz mumkin.